Bu ko'rib turgan modellaringiz yangi 4 eshikli variantlarini sizga 1.10lik televizor podarkasini. Hajmi salgina kattaroqdan oldingiz o'sha siz hajmi sal kattaroqdan oldingiz Citroen konditsioner podarkasini. Ko'rib turgan kir mashinalaringizda qo'shimchasini plysos podarkasini ketadi. Plysos? Plysos. Kir mashin xarid etib oladi avtomat. Albatta. Yanında plyososi. Da, o'sha Laritda и Premier modellarida qo'shimchasini plysos podarkasini bor. Shuni. Shunday podarkasini ketadi. O'sha qarang, bunda 10 kiloluk Laritda modeli. Qarang, o'zini tanlaqda 6 oy ustamasiz bo'lib to'lasalar bo'ladi. Ustamasiz o'zini puli. Ustamasiz. Endi mana qarang, oldindan to'lov kerakmi deydilar. Oldindan to'lov yo'q. Yana oldindan to'lov yo'q. Oldindan to'lovsiz beramiz biz. Qani? Bo'lsa bo'lsin, xalqa bo'lsin, skidkani zo'r bo'lsin. Bo'ldi. Belarusiyada ishlab chiqarilgan GFS firmalarimizdan bor. Bularni xarid etdilar, o'sha GFS Ferre firmalarini xarid etdilar, Vitishkasi podarkasini ketadi o'sha. Vitishkasi qo'shilib turibdi. Albatta. Mega taklifda o'tdi. Ya'ni mega taklifda 60 ming so'mdan siz 63 ming so'mdan arzimagan summadan plysos xarid etsangizlar bo'ladi. 63 ming so'mdan plyososni zo'rini yana. Yana zo'rini 2200 lik variantlarini, 2000 lik variantlarini xarid etsangizlar bo'ladi. Ya'ni oshxona jihozlarini xarid etadilar. Ya'ni misorovka yoki kofemolcha, mikserlarni xarid etadigan bo'lsalar, ishi ko'rib turgan so'qijimalchasi podarkasini ketadi. Telefonlarimizdan so'ng skidkalarimiz bor, ya'ni o'z baholarini ustida ustamasiz 6 oyga bo'lib to'lash imkoniyati bor. Ya'ni qarang, Honor X8S modeli 500 ming so'mdan sizga 6 oyga chiqadi. Ustida ustama bo'lmaydi. Shundan buni o'zini narxi ayting. O'zini tan narxi 4.799 ming so'm. Shuni yana 6 oyga bo'lib to'lasalar bo'ladi. Yana 6 oyga bo'lib to'laysiz. Yana 6 oyga bo'lib to'laysiz. O'zini ustamasiz. Ustida foiz prosent bo'lmaydi. Tinanmaydi. Tinanmaydi. Shahzod, qarang, menda pul yo'q, xaladinlik xarid etchakman. Yozda hozir xaladinlik kerak. Menga nov qo'shib berasiz buni olsam. Qarang. Xaladinlik Garenja firmasidan xarid etasiz, Ever Citroen konditsioner podarkasini ketadi. Oldindan to'lovsiz yana. Yana to'lovsiz. 1 so'm to'lamaysiz, oldindan to'lovsiz Citroen konditsionerga bo'lib ketasiz. Endi albatta. Men hozir yozda yana kerak bo'ladi konditsioner. Endi uning ham pulim yo'q. Unamasam bo'ladi. Bo'ldi, qarang, konditsioner oldiz, xaladinlik podarkasini beramiz. Shuningdek. Albatta. Shuningdek. Assalomu alaykum, hurmatli oilaviy obunachilar, bormisizlar, sog'misizlar? Bu neda deb tursinlar endi. Bu xudo xolasa Idea do'konlaridan birida bu xudo xolasa. Hozir qisqacha biz tashqarida adresimizni ham tushuntiramiz. Video davomida ko'rib kuzatib borasizlar. Bugun Shahzod akamiz bilan aksiyani dadasi xudo xolasa Idea do'konlarimizda nasib bo'lsa. Xudo xohlasa bu Beruniy va 4 yil filiallarimizdan amal qiladi. Amal qiladi. Da, kelib bilmaydiganlar bo'lsa, Beruniy yoki 4 yil filialimizdan xarid etsalar bo'ladi. Xarid etsalar bo'ladi. Asa qarang, hurmatli obunachilar, videomizni xudo xolasa o'tirib emasdan like'larni bosib, aka-ukalarga jo'natib, pulim yo'q meni deb o'tirmoqchi emas. Kelasizlar beradi. Nov kerakmi? Pasport plastik kerak bo'ladi. Oldindan to'lovsiz, birinchi to'lovingizni 45 kundan keyin o'sha qo'ysa bo'ladi. To'lab qo'yishveradilar. Albatta. Oldindan 1 so'm to'laymiz. Oldindan to'lov qilmaydilar. Yana yangilik. Faqat buni video davomida ko'rasizlar. Asa qisqacha bir adresimizni tushuntirib, videomizni boshlaymiz asa. Idea. Xudo xolasa sizlarga bugun Idea do'konlaridan aksiyani bombasi oladi. Faqat video davomida ko'rib borasizlar. Bizlarning adres Xorazm viloyati Urganch shahrida Darital savdo majmuasining tayinda obunachilar. Idea deb yozilib turibdi. Daritallarga keldingsa, Ideani ko'rasizlar. Albatta, buni faqat video davomida ko'rasizlar. Like'larni bosib, aka-ukalarga jo'natib borasizlar. Urganchning Kok markazida Darital savdo majmuasining tayinda Idea. Asa aksiyalarimizni ko'rib kuzatib borasizlar. Shahzod, hozir yozgi sezonda konsert kerak. Hozir isida, jakrama isidagi buz yo'lib yotganda boshqachadan baribir. Hozir men buni xarid etchakman. Qana nov qo'shiladi bunga? Narxlarni aytsangiz, bo'lib to'lalarni aytsangiz buni, hammasi bir yana tushuntirsak. Xo'p. Hozir Citroen konditsionerlarni 12 oyga xarid etadigan bo'lsalar, установка, доставка, kranshterlari besplatniy. Agar 24 oyga xarid etsalar, o'zi ko'rib turgan Premier xaladinligingiz podarkasini ketadi. Shuningdek. Shuningdek. Ina yurgazing. Ish xaladinlik, to'g'rimi? Albatta. Yonida bulan boradi. Bu ham boradi. Bu podarkasini bu. Yana oldindan to'lov yo'q ahvol. Oldindan to'lov yo'q. Endi qarang, 18 lik yoki 12 lik xarid etganlar uchun o'zi televizor podarkasini beramiz. 12 lik 18 lik. 12 lik 18 lik. Televizori bor. Televizorni. Endi qarang, uzoqroq muddatda kerakmidi degan mijozlarimiz uchun 6 oy o'z bahosini bo'lib to'lash imkoniyatini ham ega. 6 oy. Bozor narxida endi. Bozor narxida. Ya'ni ko'ramiz, Arctic o'sha 35 kvadrat uchun mo'ljallangan 12 talik konditsioneri, qarang, 4.490 ming so'm. Shuni to'g'ri 6 oyga bo'ladilar, 748 ming so'mdan chiqadi o'zi. O'zini pulini 6 oyga bo'lib to'laydilar. Ustida ustama bo'lmaydi. Ustida ustama bo'lmaydi. Umuman. Bu 12 talik Arctic. Endi Citroen'ga keladigan bo'lsa, Citroen'ingiz 5.490 ming so'm. Qani? 5.490 ni to'g'ri 6 oy ustamasiz 915 ming so'mdan xarid etsalar bo'ladi.
Necha so'mdan chiqdi? 915 ming so'mdan. 915 ming so'mdan chiqdi. Albatta, Citroen уже 40 kvadrat uchun mo'ljallangan zimoletniy varianti bu. 12lik haqi bu. 12lik. Xohlasalar bunda 5 millionlik varianti ham bor. Уже metr kvadrati, ikkizdirish joylariga qarab xarakteristikalari o'zgaradi. Katta kichikisine qarab. Albatta. Tushunarli. Shunda men qarang, bularda hozir narxini hisoblab berdingiz-ku. Avval Qarang, 12-18liklarda televizori bor. Shunda kattaroqlarida xolodilniki bor. 24 talik konsernerlarda уже xolodilnik podarkasini ketadi. Hurmatli obunachilar, qaranglar. Bo'lib to'layliga beriladi bu narsa albatta. Qaranglar. Yana pulingiz yo'q. Buni olasizlar, xolodilnik ham qo'shib olib beradilar. Endi kimlarga beriladi desang, официальный ishchidonlar yoki plastikda оборот bo'lib turgan odamlar, pensionerlar yoki bola puli tushadiganlar, Rossiyadan pul tushadigan odamlarga to'g'ri keladi. To'g'ri keladi. Albatta. Oldindan to'lovsiz olib ketadilar yana. Oldindan ayollarimiz uchun zo'r aksiyalar qo'yib berganmiz. Оборот bo'lib turgan karta kerak, to'g'rimi? Da, оборот. Qarang, ayollar uchun ham zo'r skidkalarni qo'yib beramiz. Yana ko'rib turgan kir mashinalaringizni qo'shimchasini plysos podarkasina ketadi. Plysos? Plysos. Kir mashin xarid etib oladi avtomat. Albatta. Yanında plysosi. Da, уже Laritda и Premier modellarida qo'shimchasini plysos podarkasina bor. Shuningdek. Shuningdek podarkasina ketadi. Siz xarid etasiz, уже qarang, bunda 10 kilolik Laritda modeli. Qarang, o'zining tan narxi 5,5 million. Hava. Shuni to'g'ri 6 oy ustamasiz bo'lib to'lasalar bo'ladi. Ustamasiz o'zini puli. Ustamasiz. Qarang, 5 million 499, 6 oy bilan 916 ming so'mdan chiqadi. Endi qarang, 10 kilolik kerakmidi menga 6 kilolik desa, 6 kilolikka qarang, 2 million 799 ming so'm. 6 oy bilan 466 ming so'mdan Laritda 6 kilolikni olsalar bo'ladi. Shuningdek, bozor narxida. Ustida ustamasiz. Ustida ustamasiz. Foiz prosent minmaydi. Endi men qarang, oldindan to'lov kerakmi deydilar. Oldindan to'lov yo'q. Yana oldindan to'lov yo'q. Oldindan to'lovsiz beramiz biz. Qani? Bo'lsa, halqa bo'lsin, skidkani zo'r bo'lsin. Bo'ldi. Qarang, endi bizada mikrovolnovkalarimiz ham shunday bozor narxida aksiyamizda turibdi, ya'ni o'zini baholarini 6 oy bo'lib to'lash imkoniyatini egaladi. Mikrovolnovkalar. Albatta. Xolasa televizor. Televizor desa, televizor variantlarini ham o'z bahosini 6 oy qo'yib beramiz. Men qarang, ya'ni bu yerda xudo xolosa televizor kerak desa, kir mashin kerak desa, mikrovolnovka kerak desa, o'zining narxini 6 oy mobaynida aytilgan narsalar albatta bajariladi. Bajariladi. Yuztalik javob. Bo'ldi. Ya'ni aksiyamiz shu oyning oxirigacha bo'ladi. Faqat ish oyi oxiridan. Albatta. Shoshilib qolishlarni so'rab qolamiz, hurmatli obunachilar. Keling esa. Bu ham tarafimizda hurmatli obunachilar ko'rib turibsizlar, asartimiz juda ko'p, haqiqatan ham televizor bo'yicha xolodilniklarimiz ham zo'r skidkalarimiz bor. Ya'ni ustida ko'rib tursiz, hamma почти hammasini ustida televizorlar bor. Sovg'alari bor. Albatta. Shu televizor podarkalarini, bu ko'rib turgan modellaringiz yangi 4 eshikli variantlarini sizga 1 o'nlik televizor podarkasini. Hajmi salgina kattaroqdan oldingiz, o'sha siz hajmi sal kattaroqdan oldingiz, Citroen konserner podarkasina ketadi. Citroen konserner ustida turibdi. Mana aldinsa tamom bu gitti, televizor gitti. Bu yanından aldı, Citroen konserner. Gövdesine qarab boryapti şimdi. Albatta, o'sha qarang, kichkina xolodilniklarda televizor podarkasina yo'qmi degan mijozlarimiz uchun. Bu o'ta ko'rib turganingizdek, hammasidan. Shundan buni o'zining narxini ayting. O'zining tan narxi 4 million 799 ming so'm. Shuni yana 6 oy bo'lib to'lasalar bo'ladi. Yana 6 oy bo'lib to'laysiz. Yana 6 oy bo'lib to'laysiz. O'zining ustamasiz. Hava. Ustida foiz prosent bo'lmaydi. Tinam-minmaydi. Tinam-minmaydi. Xolasalar endi воздушный desa, воздушный variantlari. Bular havoni uflab berish hisobidan sovutib beradigan variantlar. 317. No frost, albatta. Buning tan narxi 6 million. Shuni to'g'ri 6 oy 1 milliondan bo'lib to'lasalar bo'ladi. 6 oy 1 milliondan tushadi. Katta gigant xolodilnik ekanmiz, hurmatli obunachilar. Endi 1 milliondan salgina jabrlik qiladi menga desalar, 519 ming so'mdan xarid etadilar, televizori podarkasina ketadi. Ketadi shuni uchun. Albatta. O'sha televizorlarning o'zi ham 1,5 millionlik televizor podarkasina ketib turibdi. Yana hurmatli obunachilar, sizlar aksiya xudo xolasa 519 ming so'mdan tushadi ekan shunday televizor bilan. Albatta. Ketdi. Gaz plitalarimizdan gaz plitani ko'radigan bo'lsangiz, Belarusiyada ishlab chiqarilgan GFS firmalarimizdan bor. Bularni xarid etdilar, o'sha GFS Ferre firmalarini xarid etdilar, vitishkasi podarkasina ketadi o'sha. Vitishkasi qo'shilib turibdi. Albatta. Qani? 1+1 o'sha aksiyasi. 1+1 aksiyasi. Birisini xarid etdingiz, ikkinchisi sovg'asina ketadi. Limon ekdami bu? Albatta, GFS Ferre firmalarini o'sha oladilar, qo'shimchasini Ferre vitishkasi bonus oldi. Albatta. O'zim bilan tokli variantda ishlaydi, to'g'rimi? Tokli varianti. Xohlasalar dizaynlarini o'zgartirsak bo'ladi. Yoramiz. Plyoslarimiz ham ko'rganingizdek bozor narxi aksiyasida turibdi, mega taklifda turibdi. Ya'ni mega taklifda 60 ming so'mdan siz 63 ming so'mdan arzimagan summadan plyos xarid etsangizlar bo'ladi. 63 ming so'mdan plyosni
Zo'rini yana. Yana zo'rini 2200lik variantlarini, 2000lik variantlarini xarid etsangiz bo'ladi. Yana yangilik, hurmatli obunachilar. LG model desa, LG Samsung brend tovarlarimizni ham shuni skidkalan qo'yib berganmiz yani. Vot, ko'rib turgan bo'lsangiz, yani bu tarafda Samsung, LG modellarimiz turibdi yani. Ben ham yurasiz bering. İlk ayollarimiz uchun oshxona jihozlarini ham zo'r skidkalan qo'yib berganmiz. Qani ko'rasizmi kan? Shuni ham bir ko'rib o'taylik. Mana bir ko'rasiz batamiz. Ko'rib borasizlar, hurmatli obunachilar. Beda oldindan men pul shart emas. To'g'ri, pasport, plastik apparat o'tirgan bo'lsa bo'ldi. Sizlar xudo xolasa ishingizni bajarib beradilar. Keyin telefonlarni ichgan yilga gitdi. Hozir buni ko'rasiz hozir. Bunda ham yangilik katta. Telefonlarimizda ham yangiliklarimiz katta. Yani oshxona jihozlarini xarid etadilar. Ya'ni misorovka yoki kofemolcha, mikserlarni xarid etadilar. 5 millionlik xarid etadigan bo'lsalar, o'sha ko'rib turgan so'kish markasi podarkasini ketadi. 5 millionlik ishdan xarid etsalar, yil shirkatdan da уже 4 millionlik xarid etadigan bo'lsalar yoki 3 millionlik xarid etsa, misorovkasi paroy utki yoki fenlari, shunga o'xshagan ploykalar podarkasini ketadi. Lekin 5 millionlik xarid etadigan shu so'kish markasi Ütken desa o'tiklarni ham qo'shib beraveramiz. Gitaveramiz. Bo'ldi. Vaziyatlarni qarang, hurmatli obunachilar. Bo'ldi. Ichida barcha jihozlar bor, nega o'tibsizlar, hurmatli obunachilar? Buni ko'rasiz bering. Qarang, 3 millionlik xaridlar uchun pogružной blenderlar yoki statsionar blenderlarimiz bo'ladi. Уже 2 millionliklarni paroy o'tik, ploykalar bor, ayollarimiz uchun fenlar podarkasini bo'ladi. 2 millionlik xaridatda уже bir dana fen yoki ployka podarkasini yetdi. Yana oldindan 1 so'm pul bermay shartami? Oldindan to'lovsiz, shu podarishli narsalarni o'zini oldindan spiskasini qo'yamiz. Hop. Shuni saylab olaveradi. O'zi saylab oladi. Xohlagan narsasini. O'zingiz tanlab olasiz. Tanlab o'zingiz deydi-ku. Xo'p, telefonlarimizda ham so'z ketganlarimiz bor. Ya'ni o'z baholarining ustida ustamasiz 6 oyga bo'lib to'lash imkoniyati bor. Ya'ni qarang, Honor X8s modeli 500 ming so'mdan sizga 6 oyga chiqadi. Ustida ustama bo'lmaydi. Ustida bo'lmaydi. Da 26 soat, sizga 26 soat telefonni video qo'yib ishlatmakingizga yetadi. Hop, qani? Eng zo'r telefonlar. Bakuvati. Da, bakuvati. O'sha suvda ham zaishtasi bor. Xohlasangiz bunda Honor X9 modellari bor. Bu ham skidkalar tushgan. Bunda 6B. Bu tarafda Samsunglar yo'qmi deganlar uchun Samsunglarimiz ham skidkalarimiz bor. Keling, Samsunglar ham ko'rasiz. Yana. Vot, Samsung A16 seriyalarimiz. Samsung A16 seriyalarimiz ham zo'r skidkamizda tushib turibdi. Ya'ni sizga 400 ming so'mdan 6 oyga chiqadi. 400 ming so'mdan 6 oyga chiqadi. 400 ming so'mdan 6 oyga. Oldindan 1 so'm pul kerakmidi? Oldindan to'lovsiz. Ustida ustamasi yo'q. Shu ko'rib turgan 2.399 ming so'm, shuni to'g'ri 6 oyga bo'lib to'laydilar. 6 oyga bo'lib to'laydilar. Redmi seriyalarimizda ham aksiyalarimiz o'tibdi. Hozir klientlar bor ekan. Keyin kelsalar obzorlarni qilib o'tamiz. Shundan men qarang, ishida telefon kerakmi, maishiy texnika kerakmi? Liboyni xudo xolasa oldindan to'lovsiz olishlari mumkinmi? Albatta. Oladilar. Yana men qarang, konserner olsalar, xolodilnik qo'shib berib turibdi. Xolodilnik konserner qo'shib berib turibdi. Shuning o'tibdi. Yana oldindan to'lovsiz, yana 45 kundan pul to'laydilar. Albatta. Albatta. Neda bu endi? Bu faqat ideyada bo'ladi. Faqat ideyada. Ish oyining oxirigacha ulgilib qolinglar. Mahsulotlar soni cheklangan. Esa sizlarni ideya magazinida kutib qolamiz. Esa kelib qolasizlar. Esa Shahzodaga rahmat, sog' bo'ling, charchamaysiz. Esa hurmatli obunachilar, opa-singillar, aka-ukalar, like bosib, aka-ukalarga jo'natib qo'yarsiz.